Endi bilmadim do'stlar, bu tasodifmi yoki Yevropada izg'ib yurgan Barselona qarg'ishi nomli gaplar yana o'zini amalda ko'rsatyaptimi? Barselonani mavsumdagi eng yaxshi o'yinlardan birini ko'rsatib mag'lub etgan Atletico Madrid safarda Rayo Vallecanoga qarshi do'stlar ketma-ket 4 ta mag'lubiyatli seriya bilan kelayotgan Rayo Vallecanoga qarshi 3-0 hisobida mag'lub bo'lyapti. Va endi mana shu aytilayotgan Barselona qarg'ishiga keladigan bo'lsak, nimaga bunday deyilyapti do'stlar? Har bir jamoa Barselona mana shu mavsumda, aytaylik o'sha Interda o'tgan mavsumdagi Chempionlar Ligasi yarim finalining ikkinchi o'yinida sodir bo'lgan o'yindan keyin Inter dahshatli o'yin o'tkazgandi va finalda mag'lub bo'lgandi. Va bu mavsumda ham do'stlar Real Madrid, Chelsea, PSG va Atletico Madrid, adashmasam La Liga doirasidagi ham yana bir ikkita jamoalar bor edi. O'zlarini mavsumdagi eng zo'r o'yinlarni Barselonaga qarshi ko'rsatib mag'lub etishadi-yu, keyingi yoki undan keyingi o'yinda kutilmaganda mag'lub bo'lishadi. Atletico Madrid ham Rayoga qarshi hech kim kutmagan o'yinda mag'lub bo'ldi. To'g'ri, birinchi taymda rotatsiyalar bilan o'ynagan, hisob 2-0 tugadi birinchi taym va Diego Simeone ikkinchi taymda o'zining asosiy futbolchilarini maydonga tushirdi. Lekin bu ham yordam bermadi. G'alati ishlar bo'lyapti. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu tasodifmi yoki o'sha yuqoridagi aytilgan gap rostdan ham bu mavsum o'zini ko'rsatyapti?